raqamdagi bu hashamatli 5 xonali villa Dubayda Palm orolida joylashgan. Buni bugun obzorini qilamiz. Qani marhamat. Hop, bu villamiz 5 xonalik. Kirganda o'ng tarafda mehmonlar uchun xona. O'zini sanuzeli bilan. Bu yerda общий zal, zaldan plyajga va orqa hovliga chiqish imkoniyatlari bor. Hop, yaxshi tarafi Dubayda erkaklar va ayollar отдельно o'tirishadi. Shuning uchun yana bitta zalimiz bor, bu ayollar uchun. Buni Dubayda majlis room deyiladi. Bu zaldan ham eshikka, orqa tarafga, plyajga eshiklari bor. Bu yerda gostivoy tualet va yopiq kuxnya. Bu yerda ishchilar uchun xona, o'zini vanna sanuzellari bilan iprachishning eng muhim tarafi ishchilarga отдельно kirish-chiqish eshiklari bor. Ya'ni sizga yashashingizga xalaqit berishmaydi. Biz hozir villaning ikkinchi qavatidamiz. Ikkinchi qavatida 3 ta spalnimiz bor. Ya'ni детский, ikkinchi spalni va главный master spalni. Hop, детскийimizda bizda har bitta bu villaning yaxshi jihati har bitta xonada va spalnida o'zining отдельный sanuzellari va shkaflari bor. Keyin ikkinchi spalnimizda oldi tarafga terrasaga eshigimiz bor. Va aytib o'tganimdek o'zining отдельный sanuzeli bilan. Bu yerda storage room, ya'ni kiyimlarni saqlagani отдельный xona. Hop, bu master bedroom. Master bedroomda juda ham go'zal vid suvga, plyajga va Royal Atlantis va eski Atlantisga. Master bedroom o'zining balkoni ham bor. Master bedroomimizda walk-in wardrobe, shkafi va minimalist stilda sanuzel. E'tibor bering, villa полностью remont qilingan va juda ham qimmatbaho, yaxshi materiallar ishlatilgan. Ikkinchi qavatimizda master bedroomimizdagi balkon. Ertalabda qahva bilan menimcha bundan yaxshi vid bo'lmasa kerak. Vid Royal Atlantisga, eski Atlantisga. Yangi yil 31-dekabr kuni albatta bu eng qimmat vidlardan biri bo'ladi Dubayda. Hop, biz bu tarafdan villamizning orqa tarafiga, orqa hovlisiga chiqish mumkin. Villamizda L-shape baseni, barbekyu zonalari va o'zining shaxsiy sport xonalari ham bor. Xo'p, villamizning zalida orqa hovliga eshigimiz bor. Olti yarim sotiq villa. Villada o'zining L-shape baseni, barbekyu zonalari bor va albatta plyajga chiqish imkoniyati bor. Palm Jumeirah orolchasining villalarining yaxshi jihatidan biri bu plyajdan faqat bu mahallada yashovchi insonlar foydalanishi mumkin. Ko'chadan hech kim kiritilmaydi. Bu villani yana bir muhim jihati, villamiz dengizga yaqinroq joylashgan, shuning uchun suvlarimiz sirkulyatsiyasi, ya'ni aylanishi yaxshi. Suvlar toza. Villa qancha ichkarida bo'lsa, Palm orolchasida suv shuncha turadi va sasiydi. Shuning uchun narxlar pastroq bo'ladi. Xo'p, bu villaning narxi atiga $10 million. 13 yillik tajriba bilan aytaman, bu narx juda ham yaxshi, chunki M front yoki M mahallasi deymizmi, Nahil
bu mahalladagi villalarni buzib qaytadan yana ham zamonaviy qilishga ruxsat beradi. Bu sizga investor sifatida agar sizda imkoniyat bo'lib yoki xohish bo'lsa, buzib qaytadan qurish, biz unga ham yordam beramiz. Bizni tajribamizdan kelib chiqib, bunga o'xshagan villalarni buzib qaytadan qursa, kamida 2-3 barobarga narxini qimmatroq sotsa bo'ladi. Ya'ni bozor narxi yangilangan villaga 30-40 million dollarda atrofida. Palm Jumeirah oroli 2008-yilda bitib ekspluatatsiyaga topshirilgan va hamma villalar, rezidensiya, gostinitsalar 2008-yildan beri qurilishni boshladi. Mutaxassis sifatida juda ko'p savollar tushyapti oxirgi mahalda. Ya'ni yangi Palm Jebel Ali villasi haqida. Bu qanchalik Palm Jumeirahga narxlariga ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, Palm Jebel Ali jihati sifatidan, razmeri sifatidan 2 barobar katta Palm Jumeirahdan. Ikkinchisi, ular endi boshlashdi qurilishlarni. Bu kamida kelajak 10 yil, 15 yil davom etadi. Infrastruktura qurib, bitkizib, villalarni, mall infrastrukturani butunlay topshirishga, ya'ni kelajak 10-15 yilda Palm Jumeirahning narxi menimcha, shaxsiy mening fikrim tushmaydi.